Assalomu alaykum, sizlar bilan muhim kanal. Diqqat, O'zbekistonda o'ta xavfli yuqumli kasallik tarqatuvchi uyg'ondi. Kanalimizga obuna bo'ling va bitta like tugmachasini bosib qo'ying. O'ta xavfli yuqumli kasallik tarqatuvchi Krem-Gongo gemorragik isitma kasalligi uyg'onishi aytildi. Bu haqda Sanitariya epidemiologiya qo'mitasi xabar berdi. Qayd etilishicha, ushbu kasallik kanalar chaqishi oqibatida yuzaga keladi va bu inson hayoti uchun nihoyatda xavflidir. Sanepidemiqo'mita vakilining so'zlariga ko'ra, kasallikni tarqatuvchi yuqtira olmaslik uchun bir necha qoidalarga amal qilish kerak bo'ladi. Xususan, chorva mollarining tanasiga yopishib olgan kanalarni ularning terisidan olib tashlash uchun qo'l bilan ushlamaslik, ularni o'ldirmaslik lozim. Shuningdek, agar chorva mollarida kanalar mavjud bo'lsa, hududiy veterinariya bo'limlariga murojaat qilib, kanalardan tozalash choralarini ko'rish shart. Mabodo tog' adirlarda chaqqan vaqtda kana chaqsa, darhol tibbiyot xodimlarining ko'rigidan o'tish talab qilinadi. Ushbu kasallikni yuqtirganlarni davolash jarayonida shifokorlar maxsus himoya kiyimlaridan foydalanishi hamda o'ziga yuqtirib olmaslik uchun ehtiyotkorlik bilan harakat qilishi lozim. Eslatib o'tamiz. Avvalroq Qozog'istonning Kostanay viloyatida Aulekul tumanida Novosevologiya qishlog'ida Beroselyoz kasalligi tarqalgani sababli karantin choralari joriy qilingan edi.